xarajatlarini chiqarib, kontraktlarni ham bemalol to'lab, uyga ham pul orttirsa bo'ladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yevropadan, Polshadan gapiramiz. Intervyularimiz, ya'ni qisqa intervyularimizni davom ettiramiz. Vaqt bo'lganda olib turamiz ora-orada. Xudo xolasa, mana hozir bitta akamiz Teslasini ko'rib ovqatlanib chiqandik. Ko'rib Tesla e'tiborimizni tortdi. Qisqacha ya'ni suhbatlarni olamiz Polshadagi hayotlari bo'yicha. Assalomu alaykum. Ismingiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ismim Akramsho. Akramsho, qayerdan bo'lasiz O'zbekistonda? Men Namanganda Chust rayonidanman. Chust rayonidan. Tushunarli. Akramsho, masalan, nimaga imенно Polshaga kelganingiz va Polshani tanlaganligingiz haqida qisqacha gapirib o'tsangiz? O'zi o'qish maqsad, o'qish bo'yicha kelganmiz. Nimaga aynan Polshani tanlaganimiz sababi o'sha paytda tanishlar bo'lgan, o'rtoqlarim bo'lgan, mendan oldin kelgan, Polshada o'qiyotgan, hozir ular bitirishdi. Katta shu yer qaror qilishimning sababi o'shalar. Demak, o'rtoqlaringiz sabab Polshani tanlagansiz. Ular maslahat berishgan. Deyarli hamma sharoitlar bo'lgan. Deyarli tayyorga kelganmiz. O'sha masalan Polsha nima deydi, ruschada aytadi-ku, ожиданияларingizni, kutuvlaringizni oqladimi yoki hali ertami bir to'xtamga kelishga? Boshida qaytib ketish niyatlam bo'lgan. Boshida qiyin bo'lgan, qiynalganmiz. Biz kutgan narsalar bo'lmagan, hech qanday kutuvlar o'xshamaydi deb o'ylayman. Boshida qiyinchilik bo'ladi, lekin hozir Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Mana ko'ryapmiz, Tesla'da yuribsiz. Masalan, Tesla hozir Tesla'ni deb keldik oldingizga. Masalan, hozir tushunishim bo'yicha ham o'qib, ham taksichilik qilasiz Polshada, shundaymi? Xuddi shunday o'qiymiz. Hozir ham taksi ham o'qish qiyin aslida, ayniqsa Tesla'da, mashinada, chunki qimmat qolgan mashinalarga nisbatan, lekin o'zini amallashga bo'ladi. Masalan, hozirda qisqacha mana shu pul temasiga, endi bizga o'zbeklarimizga pul temasi qiziq albatta. Lekin shunga kirishdan oldin qisqacha Tesla haqida, masalan, plyus va minuslar haqida aytib o'tsangiz, qisqacha 3 ta, masalan, plyus, 3 ta minuslar haqida. Eng asosiysi va men Tesla'da tanlaganimning sababi komfort. Bu haydovchining o'ziga nisbatan komfort, ko'p funksional mashina hisoblanadi. Ikkinchi plyusi yoqilg'i tekinligi. Yoqilg'i qolgan avtomobillarga qo'ysangiz, bu elektr va elektr tekin. Bemalol xohlagancha cheklanmagan miqdorda quvvatlab ishlasangiz bo'ladi. Uchinchisi, shunchaki mashina yoqishi qolganlarga nisbatan. Ko'rinishi. Endi minuslari haqida-chi nima deya olasiz? Minuslari qimmat birinchidan qolgan mashinaga nisbatan. Ikkinchisi yonilg'i zaryadlayotganda, quvvatlayotganda ko'p vaqt ketishi, vaqtingizni oladi. Ayniqsa ishlaydigan odamlarga bu katta minus. Uchinchi minusi ko'p buzilishi. Ko'p buziladi. Toyotalarga nisbatan chidamli emas. Baribir albatta chidamlilikda Toyota bilan solishtirish noto'g'ri. Ko'p buzilishi. Tushunarli. Yana kimlar Tesla haydaydi, kommentariyada yozib ketsalaring, yana plyus minuslarini davom ettirishlaring mumkin bemalol. Endi o'z-o'zidan eng katta bizni o'zimizda va muxlislarni qiziqtiradigan bir 4 ta muxlisimiz bor. O'zi shularni qiziqtiradigan pul temasiga kiradigan bo'lsak, masalan, qancha bilamiz, Corolla'lar, boshqaligida o'rtacha 800-900 zlotdan, ya'ni dollarga chiqadigan bo'lsa 230 shunaqa haftasiga to'lanadi. Teslaga qancha to'laysiz hozir masalan bir haftasiga? Tesla har xil modeli va batareykasining hajmiga qarab hisoblanadi narxi. Bizniki 85 talik deyiladi. Bu juda katta ham emas, kichkina ham emas, o'rtancha. Meniki 1200 zlot, bu 300 dollardan ko'proq bo'ladi. 320, 330. Demak, shu yoqilg'ini tekinligi hisobiga o'sha Toyota'lardek tushsa bo'ladi-yu, lekin bu komfort plyus ham, komfort yuvib ketadigan. Xuddi shunday, lekin kutish vaqtini ham hisoblash kerak. To'g'ri. Endi quvvatlashga ketadigan vaqtingizni ham hisoblasangiz. Tushunarli. Masalan, endi yana o'sha pul temasini davom ettiradigan bo'lsak, hozir endi kanikul bo'lsa kerak baribir. Xuddi shunday. O'qish bilan endi bu asosan studentlarimizga ham O'zbekistonda kuzatadigan studentlar bo'lsa, masalan, pul shunga qarab hisobini olib kelishlari mumkin.
masalan o'qish paytida ham o'qish ham ishlab turib oyiga o'rtacha necha puldan necha pulgacha topsa bo'ladi. Endi aslida o'zi o'qigani kelgandek o'qigani yaxshi-yu, baribir endi o'zbekmiz, baribir faqat o'qiy olmaymiz. Pul ishlashimiz kerak. O'g'il bolamiz. O'qish davrida xarajatlarni hisoblasangiz, mashinani to'lovi agar taksida ishlaydigan bo'lsa, endi o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'qish davrida pul topib bo'lmaydi. O'qish davrida pul orttirish juda qiyin, u uchun o'qishga kam e'tibor qaratish kerak. Lekin kanikulda pul topib, bemalol o'zini xarajatlarini chiqarib, kontraktlarni ham bemalol to'lab, uyga ham pul orttirsa bo'ladi. Kanikul paytida. Kanikul paytida. O'qish davomida masalan o'zini rasxodlarini hatyab ishlab qoplab tursa bo'ladi, to'g'rimi? Uydan pul so'ramasdan. O'zini xarajatlarini bemalol ishlab topadi. Endi birinchi navbatda odamning o'ziga ham bog'liq. Harakat qilsa bo'ladi, lekin o'qish paytida pul orttirib bo'lmaydi. Tushunarli. Endi o'sha pul temasini yopamiz endi ozgina, chunki intervyumiz bizda qisqacha bo'lishi kerak. Eng oxirgi savolimiz shu Polshada yurganlarimiz uchun manfaatliroq bo'lishi uchun yoki endi keladiganlarga qanaqa masalan приложение, ya'ni telefonida kerakli applikatsiyalarni qanaqasini foydalangan yaxshi va siz o'zingiz 3 ta aytib o'ta olasizmi? Masalan, eng Polshada yurganda kerak bo'ladigan 3 ta applikatsiyani. Bu odamni nima ish qilishiga bog'liq, insonni. Endi o'zingizning hayotingizdan, o'zingizdagina masalan, hamma o'ziga men va meni atrofimdagi odamlar asosan taksi sohasida ishlashgani uchun o'qib, asosan magazin va yoqilg'i shoxobchalarini o'zini приложениялari bor. O'shalarni ochib, o'shalardan registratsiyadan o'tib, shu orqali yoqilg'i quysangiz, sizga ko'plab chegirma va bonuslar bo'ladi. Magazinlarda ham xuddi shunday. Приложениесini ochib, bitta registratsiyadan o'tib olasiz. O'zingizning shaxsiy akkauntingiz bo'ladi, Google akkauntga o'xshagan va shuni ishlatib ko'plab chegirmalarni olsangiz bo'ladi. U siz juda kam chegirma beradi. Juda katta miqdorda chegirma beradi deya olmayman, lekin oz-ozdan chegirma bo'lib turadi. Demak, birinchisi o'sha magazinlarning skidishniyaligisi to'plov uchun, ikkinchisi bu nima bo'lyapti shunda? 3 ta sanab o'tsangiz, 3 ta aniq. Birinchisi, agar taksistlar bo'lsa, albatta o'zi kiradigan yoqilg'i shoxobchasini приложениялari. Bular juda ko'p. Circle, BP, Orlen sanab tugatib bo'lmaydi. Ikkinchisi magazinlar, Ashan, Bedronka va yana eng muhimi, bilishim bo'yicha ko'pchilik ishlatadi, lekin bilmadim, men ishlatib ko'rmadim. Waze ishlatadi, karta. Bizda Yandex navigatorda, bizda Yandex, bu yoqda Waze ishlatiladi. Tezkor yangilangani uchun yangiliklar, qaysidir yo'l yopiq ochiqligini qolganlarga nisbatan tezroq ko'rsatadi. Tushunarli akamjon, katta rahmat siz bergan ma'lumotlaringiz uchun. Yanada xudo xolasa har hafta, har kun harakat qilamiz. Yangi odamlarni, Polshadagi o'zbeklardan intervyu olib, qisqacha qo'yib borishdi. Menimcha shu play tugmasini bosgan deb o'ylaymiz operatorimiz. Stopni bossangiz bo'laveradi. O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan.